velosipedni upakovka qilganda hammasini ochib tashlamaymiz. Mana shunaqa qilib ruli bitta oldin baloni yechiladi, ustiga qo'yib upakovka qilinadi. Bularni mana shu holatda upakovka qilamiz. Imkon darajasida ixcham qilib. Bular yana ustiga korobka qo'yib, nima bilan o'raladi? Lep bilan. Tak, bu yuklarimiz hammasi 5-iyunda chiqib ketadigan yuklarimiz. Yuklaringiz bo'lsa bizga aloqaga chiqasizlar. Biz g'azet borib olib kelamiz. 31-silagacha agar zaifga qoldirsalaringiz, 5-silagacha olib kelib chiqarib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling. Velosipedni upakovka qilganda hammasini ochib tashlamaymiz. Mana shunaqa qilib ruli bitta oldin baloni yechiladi, ustiga qo'yib upakovka qilinadi. Bularni mana shu holatda upakovka qilamiz. Imkon darajasida ixcham qilib. Bular yana ustiga korobka qo'yib, nima bilan o'raladi? Lep bilan. Tak, bu yuklarimiz hammasi 5-iyunda chiqib ketadigan yuklarimiz. Yuklaringiz bo'lsa bizga aloqaga chiqasizlar. Biz g'azet borib olib kelamiz. 31-silagacha agar zaifga qoldirsalaringiz, 5-silagacha olib kelib chiqarib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.